Assalomu alaykum obunachilarim. Bugungi obyektimiz 190 kvadratli 4 xonali plus penthouse kvartiramiz. $170,000 savdosi bor. Lokatsiyasi juda ham yaxshi. Областной налог to'g'risida hamma qimmat mebel texnikasi, bытовой texnika, santexnikalarni zo'rni qo'yilgan. Buni startovi narxi $170,000 savdosi bor. Lokatsiyasi zo'r, gaz, svet, suv doimiy. Endi obzoriga o'tamiz. Kirganimizga katta hol, prixojniy shkaf, mягкий mebel qo'yilgan. O'tirib bemalol kofe ichib ham o'tirsalaringiz bo'ladi. Birinchi xonamiz bolajonlarimiz xonasi. Hamma qulay sharoitlari qilingan. Yotish uchun kravat, dars qilishga stol, narsa uchun shkaflari bor. Dizayni high-tech stilida qilingan. Xonalari katta, potoloklari baland. Двухконтурный kotel qo'yilgan. Buni Wi-Fi orqali ham uyda bo'lmasangiz ham upravлять qilsangiz bo'ladi. Dushevoyda hamma qimmat texnikasini qo'yilgan. Katta odamlaringiz bo'lsa agar o'tirib bemalol mamustcha o'tirib vanna qilsalar bo'ladi. Keyingi xonamiz yana bolajonlarimiz xonasi. Bu yerda ham hamma qulay sharoitlari, mana bu shkaf, dars qilishga stollari, mягкий kravatlari. Bu ota-onalar yotoqxonasi. Bu yerga kirganimizga dizayni juda e'tibor beringlar. Навесной трюмо, двухспальный kровать, narsalar uchun shkaf, podsvetkalar qo'yilgan. Lesnitsamiz yog'ochdan qilingan, dobrotni. Bu penthouse qavatimiz. Bu yerga